Assalomu alaykum. Asal obunachilar. Asal Buvijon oshxonasining 2-soniga xush kelibsiz. Bugun sizlarga talablarga binoan ananasli salat tayyorlab bermoqchiman. Keling, ananasli salatni bugun birgalikda tayyorlaymiz. Bizga kerakli mahsulotlar: tovuq pishgan go'shtini o'zimga rejalashtirib vaqtni tejash uchun maydalab oldim. Ananas, tuxum, konservalangan jo'xori, yong'oq maydalab oldim. Tuz, mayonez. Birinchi qiladigan ishimiz tuxumni to'g'rab olamiz. Mana tuxumlarimizni mayda qilib to'g'rab oldik. Endi ananaslarimizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'raymiz. Hamma narsamizni tayyorlab oldik, to'g'rab oldik. Endi qolipimizga ularni joylashtirish qoldi. Birinchi bo'lib hozir qolipimizning tagiga ozgina mayonez quyib olamiz. Endi tovuq go'shtini solamiz. Endi buni ustidan yana mayonez. Tekislaymiz mayonezlarni. Tuz sepib bo'ldik. Endi buni ustidan ananaslarimizni qo'yib chiqamiz. Tuxum solamiz. Yana mayonez. Endi hozirgi navbat konservalangan jo'xoriga. Azizlarim, endi buni ustidan albatta yong'oqni solish kerak. Endi buni ustini yaxshilab bosamizki, tekis bo'lishi uchun. Bu narsalarim ortdi. Bu ortgani qolmasin. Buni ham ustiga hammasini qo'yib chiqamiz. Eng ustidan mayonezdan keyin yong'oqni solamiz. Tuxumni ustidan ozgina tuz sepib boramiz. Yana mayonez, bu ustini ukrasheniyasi. Mana oxirgi bosqich. Buni ustini yong'oq bilan bezatamiz. Tayyor bo'lgan salatimizni yarim soatga muzlatgichga qo'yamiz. Muzlatgichga qo'ygan salatimizni oldim. Mana endi buni qolpidan ajrataman. Obunachilarim, ko'rdinglar qanaqa qilishni? Kam xarj kommentariyda o'z fikringlarni yozishni unutmanglar. Asal Buvijon oshxonasining 2-soni o'z nihoyasiga yetdi. Bundanda zo'r narsalar sizlarni kutyapti. Taninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin.